Naqli viloyatga tushadigan lidlaringizni yo'qotish mumkin, ya'ni ularga stop berish mumkin. Birinchisi, reklamani to'g'ri nastroyka qilishingiz. Boshida biz reklamani nastroyka qilayotganda juda ham ko'p e'tibor berishimiz kerak bo'lgan viloyat tushmasligi uchun qilinadigan ishlar bor, o'shani siz qilishingiz kerak. Ikkinchisi, kreativingizda Toshkent shahriga urg'u beradi. Viloyatlarda lokatsiya yoki Toshkent shahrini anglatadigan qandaydir kadr ko'rsatasiz. Aytaylik, siz kreativ video oldingiz. Videoda Toshkent shahrida bizning mana shunaqa o'quv markazimiz bor deydigan joyda siz masalan tepadan mapdan, O'zbekistonning xaritasidan Toshkentni belgilab, yana kirib, o'quv markazi kadrlarini qilib umuman Toshkentni anglatadigan o'sha kreativni orasida, o'sha video orasida shunaqa kadrlar qo'yishingiz kerak, чтобы odamlarga tushunarli bo'ladi. Bu Toshkent shahrida, men viloyatda mabodo reklamangiz unga chiqib qo'yotgan bo'lsa, u ro'yxatdan o'tmaydi. Uchinchisi, forma yoki saytga yoqqan bo'lsangiz, odamni birinchi ko'z tushadigan pre-headline Toshkent shahridagi deb yozilishi kerak. Masalan, aytaylik, formaga yoqdingiz, odam tugmani bosgandan keyin unga forma ochiladi. Ochilgandan keyin birinchi pre-headline'da Toshkent, masalan, xususiy maktabga yoqqan bo'lsangiz, Toshkent shahri, masalan, Uchtepa tumanidagi xususiy maktab degan yozuv tursa, odam bo'ldi. Masalan, viloyatda bo'lsa qoldirmaydi, shtobi unga aniq maktabga farzandlar bermoqchi, xususiy maktabga Toshkent shahrida yozilgan, bera olmasa bo'ldi, qoldirmaydi, u yerda aniq. To'rtinchisi, ismi va telefon nomeridan boshqa yashash manzili xavfsda Toshkent shahridagi degan savol qo'shib, tanlovga Toshkent shahrini qo'yishingiz mumkin. Ya'ni buni nima demoqchiman? Formaga yoqqan bo'lsangiz, forma ochilgandan keyin ismi, telefon nomerini qoldirgandan keyin odam uchinchi savol qo'yishingiz bo'ladi. Masalan, yashash manzilingiz qavsda Toshkent shahridagi belgilang. Ketdi. Yashnobod tumani yoki Yakkasaroy tumani, Mirzo Ulug'bek tumani, yo hokazo boshqa tumanlarni yozasizda, viloyatda chiqsa, buni qarida Toshkent shahrida deb yozib qo'yibdi. Toshkent shahridagi tumanlar, men yashamayman, bo'ldi, to'ldirmaydi. Shunda sizda viloyatga tushadigan lidlar kamayadi. Endi bu yerda masalan, nimaga viloyatga chiqib ketyapti reklamam degan savol berishingiz mumkin. Bu yerda sabablaridan biri bo'lishi mumkin. Odam Toshkentga keladi, Yandex ishlatadi, nimadir ishlatadi, navigator ishlatadi va o'sha navigatorda lokatsiya Toshkentning yoni qolib ketadi. U viloyatga qaytgandan keyin qaytib ishlatmasa, misol uchun, endi reklama unga chiqishi mumkin. Beshinchisi, agar bu muammolarga siz konkretni yechim xohlasangiz, viloyatdan lidlar tushib joningizga tegib ketgan bo'lsa, direktdan bizga yozishingiz mumkin. Target xizmatimiz orqali sizga yordam beramiz.